Birinchi nechtadan boshlagansiz? Bahridan birinchi 3tadan boshlaganmiz. Mana effektini ko'rib, mana shularda oldik mana. Bu yerda endi aka nechta boqilyapti? Bu yerda 6 ta boqilyapti. Bahridan 6 ta. 6 dona boqilyapti. Zotli. Hammasi novvosmi bular endi? Hammasi novvos Bahridan. Hammasi novvos ekan. Akalar uy sharoitida mol boqish sirlari. Aka bular endi qachondan beri boqilyapti? Bular endi 2 oy bo'ldi. Bahrida oldini kelganiga 2 oy bo'ldi. Demak 2 oydan beri shu uy sharoitida boqilyapti akalar. Aka bularda endi 2 oy oldin nech pulda olodingiz? Bir qator tanishtirib o'tkazsangiz narxlarini. Mana bu 19 milliondan kelgan. Mana buni endi billa kelgan shular ichida 4 tasini ichida. Mana buni bittasi oyog'i sal chaqasi bor edi. Rossiyadan kelyapti turganda ali bo'lgan. O'shanga buni chaqasini tuzatib oldik-da, chicha arzon bo'lgan. Xo'p, nech pul bo'lgan bu? Bu mo'ljalda adashmasam 17,5 dan bo'lgan. Ya 16,5 yo 17,5. To'shnisini bilmayman. Demak, shunaqa. Ikkala narx o'rtasida. Xo'p, bu qorachi, Angus. Qora 21 millionga bo'lgan. 21 millionga olingan. Olingan. Xo'p, mana bu kichkinachi. Bu kichkina Bahridan 19 millionga kelgan. Yaqin. Mana bu ikkalasichi. Bu ikkalasi Bahrida 19 milliondan bo'lgan. O'sha to'ralasi billa kelgan. To'ralasi 19 milliondan olingan, lekin billa kelgan. hozir encha zo'r, Bahrida effekti вообще zo'r ekan. Endi yangi boqmoqchi bo'lganlarga qanaqasida olib boqishdi? Endi Bahridan biz to'g'risi o'zimizni oddiy moldan ham boqdik. Babi zotli ekanda babi. Effekti zo'r, o'zgarishi yaxshi. Effekt mana bu zotlilarida yaxshi ketyapmi? Yaxshi, zo'r ketyapti Bahridan. Yemlarichi qanday yem berilyapti? Yem endi silos beramiz. Biz 2 mahal silos beramiz, ertanman silos beramiz, kepak. O'sha bir yarim kilo, gidet yarim kilodan kepak beriladi. Demak, hech qanchadan rasxod qilmas ekan-da bular. Rasxod yo'q, hozircha rasxod yo'q. O'sha 30 tonna silos to'kilgan. Shuni ali qilib boramiz. Aka, sir bo'lmasa necha yoshdasiz? 24 yoshdaman Bahrida. 24 yoshda mana. Bunga qiziqish o'zi qanday boshlandi bu ko'paytirishga? Qiziqish endi Bahridan birinchi 3 ta boqdik. 3 ta boqqandan keyin yaxshi effekt berdi. Sekin mana Rossiyada ishlab kelib mana shularda oldik. Hozir yaxshi. Demak, musofirda ishlab keltirib, ko'paytirdingiz bularda endi. Olindi, zo'r, ketishi yaxshi. Holati yaxshi. Hammasi bir-biridan zo'r ketyapti. Akalar, bittadan like bosib ko'rasizlar. Lekin 2 oydan keyin yana bir syomka qilamiz. Qanday o'zgardi?